Isrof ibratli hikoya. Germaniyaga o'qishga borgan bir arab yigit hikoya qiladi. Germaniya sanoatlashgan, o'ta rivojlangan davlat. U yerda turli sohalarga oid mahsulotlarning eng saralari ishlab chiqariladi. Ko'pchilik bu mamlakat aholisi nihoyatda to'kin sochin, o'ta dabdabada yashaydi deb o'ylaydi. Safarimdan oldin men ham shu fikrda edim. Hamburg shahriga kelib tushganimda u yerdagi tanishlarim bir restoranda ziyofat uyushtirishdi. Restoranga bordik. Qarasak, restoranda odam kam. Bir nechta yosh katta ayollar bor. Bir chetdagi stolda yosh er-xotin o'tiribdi. Oldilarida 2 tarelkada ovqat va 2 ichimlikdan boshqa hech narsa yo'q. Biz ham bir stolga o'tirdik. Qorin ham ochib ketgandi. Shunda sherigim ko'proq ovqatga buyurtma berdi. Restoran tinch ekan, ovqat ham tezda keldi. Sherigim o'zimiz buyurtma bergan ovqat. Pulini to'ladik. Sizlarga daxli bo'lmagan narsaga nega aralashasizlar, dedi. Xonimlardan biri bizga qattiq g'azab bilan qarab turdi-da, telefon oldiga borib kimgadir sim qoqdi. Ko'p o'tmasdan rasmiy kiyimda bir kishi kirib keldi. U o'zini ijtimoiy ta'minot muassasasining zobiti deb tanishtirdi. Bizga 50 marka jarima soldi. Biz javob qaytara olmadik. Sherigim uzr so'rab 50 marka to'ladi. Zobit samimiy ohangda: ortib qolmasligiga ko'zlaring yetgan, taomni buyurtma beringlar. Pul o'zlaringniki, lekin resurslar barchaniki. Dunyoda ko'plab odamlar resurs, oziq-ovqat tanqischiligiga duch kelmoqda. Sizlar esa isrof qilyapsizlar-ku, dedi. Biz rosa xijolatda qoldik. Uning gaplari haq edi. Sherigim o'sha jinoyat qog'ozini suratga olib, har birimizga esdalik sifatida bittadan nusxa berdi. Biz uni hech qachon isrof qilmasligimizni eslatib tursin uchun xonamiz devoriga osib qo'ydik. Pul o'zingniki, lekin resurslar barchaniki. Alloh taolo marhamat qilgan. Yeb iching, lekin isrof qilmang. Chunki u zot isrof qiluvchilarni sevmas.